Hamma o'ylaydiki, otasiz o'sgan insonlarga yelka kerak deb. Yo'q, ular yoshligidan o'zlariga suyanib o'rganib qolishgan. Hamma o'ylaydiki, otasiz o'sgan insonlarga pul kerak deb. Yo'q, ular yoshligidan o'zlari pul topib o'rganib qolishgan. Otasiz o'sgan insonlar nima xohlaydi? Otasi bilan bir piyola choy ustida gaplashib o'tirishni xohlaydi yuraydi. Otasi bosib o'tgan yo'llarni men ham bosib o'tyapman deb otasini o'ziga aytishni xohlaydi. Ota qanchadan qancha isqirt odamlarni ko'rdim. Lekin ular meni sindira olmadi deyishni xohlaydi. Qanchadan qancha qiyinchiliklarni ko'rdim. Lekin birortasi ham o'g'lingizni sindira olmadi deyishni xohlaydi. Otasiz o'sgan insonlar otasiga qarang ota, qanchalar o'g'lingiz kuchli bo'lib ulg'aydi deyishni xohlaydi, xolos. Bor yo'q shu.